Assalomu alaykum Instagram kanalimizga obunachilar. Sizlarga ham shunday tonnadan oshiq bo'lgan mollarni yoki bo'lmasam o'zingiz uchun xonadoningizga qo'ylaringizni tortgani shunaqangi tarozilar kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar. Biz Namangan viloyati Pop tumanidamiz. Puling bo'lsa qopda dam olasan popda deydi-ku. Puling yo'q bo'lsa qopda nima qilasan popda deydi-ku. Aziz obunachilar, xuddi o'sha yerda Namangan viloyati Pop tumanida sizlar uchun haqiqiy ishonchli o'z shaklini o'zgartiradigan, hamma narsaga ishlaydigan tarozi xizmatlari va tarozi yasab berish xizmatlari bo'ladi. Sizga chorva uchun, qo'y uchun, buqa uchun qolaversa mana bunday texnika, yuqori aniqlikda ishlaydigan yuk tashish mashinalarini tortadigan tarozilar kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerga telefon qilib hozir aloqa qilishamiz deyishni unutmayman. Hurmatli aka-ukalar, yagona O'zbekistonda yagona olmoqchimisiz? Aynan mana shu video roligimizdagi nomerga aloqaga chiqib sotib olishingni tavsiya qilaman. Bu video rolik aynan chorvador aka-ukalarimiz uchun maxsus bo'ldi. Like bosib qo'yishni unutmaysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.